Ajablanarlisi shundaki, ilgari ChatGPT hech kimning xayoliga ham kelmagan. 2009-yilda Bitcoin kabi ChatGPT chat interfeysiga kiritilganda hammasi o'zgaradi. ChatGPT tushundiingiz shekilli va hamma go'yo aqldan ozdi. U bilan gaplasha boshladi. Keling, uni qandaydir qiziqarli tarzda o'ylantirib qo'yishga harakat qilaylik. Uni sandonga bog'langan sharlarni chizishni so'raylik. Haqiqatga o'xshaydi. Lekin biroz multfilm temasida. Endi arqonlarni kesib tashlasak, nima bo'lishini so'raymiz. Qarang, u sharlar yuqoriga uchib ketadi, sandon esa pastga tushadi deb javob berdi. Ammo buni yosh bola ham biladi. Keling, yana murakkabroq vazifa beramiz. Masalan, mexanikani tushunish bo'yicha Bennett testi. Mana siz oxirgi tushli g'ildirak qaysi tarafga aylanishini taxmin qila olasizmi? Endi neyrotarmoqdan so'raymiz. Qarang, biz unga nima qilishni ham aytmadik, lekin neyrotarmoq bizni o'zi tushundi. U har bir keyingi g'ildirak teskari yo'nalishda aylanishini, bir g'ildirak soat milga teskari aylanishini tushunadi.